Assalomu alaykum aziz obunachilar. O'tgan safar 4 oy oldin Hasanning Optim Chexol do'konlariga kelgan edik. Narxlar zo'r narxda edi. Hozir esa narxlarni yanada tushirib, chegirmali, undan ham yangiliklar olib kelgan ekanlar. Shuni birgalikda ko'rib, narxlar bilan tanishib chiqamiz. Hasanning o'zlari shu yerda ekanlar. Assalomu alaykum. Hasanjon, yaxshimisiz? Mazangiz yaxshimi? Mana do'koningizga o'tgan safar 4 oy oldin kelgan edik. Ancha chegirmalar, ancha narxlarni chiroyli narxda qilib bergan edingiz. Hamma mijozlar rozi. Men o'zimdan ham so'rab, hammasi minnatdorchilik bildirgan. Hozir yanada yangiliklar qilgan ekansiz va narxlarini yanada pastlatib qo'ygan ekansiz. Shularni birin-ketin ko'rsatib, tushuntirib o'tib ketasiz. Qanday yangiliklar kelgan, Cobalt, Matiz, Tico, yana Spark, Onyx qanaqa chexollari kelgan, qanday narxlar bo'lyapti, yana torpedani ustiga qo'yiladigan mamlaqa yangiliklar kelgan ekan. Bular bo'yicha ham ozroq ma'lumot berib ketsangiz, shuni birgalikda mijozlarimizga ko'rsatib o'tib ketamiz. Qani, tushuntirib o'tib keting. Hurmatli obunachilar, mana tarmoqlarimiz yangilik bo'lgan. Alikantor yangi chiqdi. Hurmatli obunachilar, faqat videoni oxirigacha ko'rib bitta like bosib qo'yinglar. Narxni birma-bir ko'rsatamiz. Mana Alikantorani har xil rang kelgan, qora, ko'k, keyin sariq va yashil ranglardan kelgan mana. Ranglari ham juda chiroyli chiqqan ekan. O'tkir ranglariga ham gap bo'lishi mumkin emas. Har xil rangdan kelgan. Hurmatli obunachilar, mana bu Alikantoramiz Gentra Nexus 3lariga originali mana 100 ming so'mdan chiqadi. Nexus 2larniki 85 ming chiqadi. Damazlarniki 60 mingdan chiqadi. Kimga shuna xizmatlar kerak, hammasi o'zimizda bor, o'zimizdan ishlab chiqarish bu. Bemalol chiqadi, birga bir tushadi, siylab ketmaydi bu. O'sha mashhur Alikantor shu. Bozorda misol masalan 140 ming, 130 ming, 150 ming bo'ladigan bo'lsa, Hasanda bu narxlar ancha past hamda 100 ming, 105 ming atrofida kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Yana o'zlari ham chexollarni ham tushuntirib o'tib ketadilar. Tushuntirib o'tib keting. Bu nimani chexol? Obunachilar, mana bu Cobalt chexolimiz bo'ladi. Ideal. Bu ham qattiq material ishlatilgan, bu ham qattiq material ishlatilgan. Ya'ni umri uzoq bo'ladi. Yuqa materialdan qilinmagan. Mana bunaqa chexolimiz bor. Mana bu arzon variantlarimiz ham bor. Ko'pchilik so'raydi, arzon varianti deydi. Mana bu arzon varianti. Mana girtga qarasangiz, oddiygina vatina, qattiqroq tortsa yirtiladi, vatina bo'lyapti. Farqlarni ham tushuntirib o'tib ketyaptilar. Yaxshi. Keyin mana bu yerga qarasangiz ham vatina turibdi. Uju bu yerga qarasangiz qimmat material, uju bu ham qimmat. Uju mana bu ham qimmat material ishlaganda, ili bostirib bo'lib ketyapti. Kojalar ham qarasangiz, mana kojasi oddiy koja, tulab ketadigan koja, bu esa dolli koja. Endi bitta farqi uzoq vaqt xizmat qilib beradi. Xudolasi yonasi birga bir tushadi. Keyin buni bog'latgan joylari rezinga qo'yilgan, oddiy rezinka. Buni bog'latgan joylari ham qalin ipdan qo'yilgan. Birga bir tushadi, andazasi ideal. Mana bunaqa chexolimiz, arzon chexollarimiz 300 ming so'mdan chiqadi. U nimani chexoli? O'shani birin-ketin aytib o'tib ketsangiz, misol Ticoniki, Matizniki, Cobaltniki hozir qanday narxda? Bu Gentraki. Mijozlarimiz, sizda ko'rib turgan obunachilar ham bilsa, misol narxni bozor bilan solishtirib, sizda arzon bo'lsa, mijoz o'shanga qarab keladi degan umiddaman. Shuning uchun narxlarni to'liq batafsil tushuntirib o'tib ketaylik. Hurmatli obunachilar, mana bu Gentra misol deylik, Gentra chexolimiz 300 ming chiqadi. Taroziga qo'ysak yengil keladi. Shuning evaziga ko'pchilik arzonroq ishlatilgan. Endi men bunday qilaylik. Buni ko'rsataman. Mana buni chexol ko'rsataman. Andazasi juda ideal. Material xibi material. Orqa tarafdan qarasangiz, o'zi ipchalar chiqib turadi xibini. Mana originalisi tortgan vaqtda baqat bo'ladi. Taroziga qo'ysa, taroziga ham bosadi. Og'ir narsa ideal birga bir tushadi. Kojalarga kelsa, dolli koja, qimmat materiallar ishlatilgan. Birga bir tushadi. Cobalt bo'lsa, masalan, deylik Gentra bo'lsa 310 ming so'm chiqadi. Keyin mana Damazimizga kelayotgan bo'lsak, mana aka hurmatli obunachilar. Mana bunaqa chexollarimiz bor. Bu ham dolli koja ishlatilgan, bu ham girda qimmat material ishlatilgan. Ana shu turishi 400 ming so'm chiqadi. Bu 3 qatorli. Yo'q desanglar, mana buni 2 qatorlilar chiqadi, mana 2 qatorlilar chiqadi. 320 mingdan chiqadi bu. Bu qaysi mashinaniki bu? Bu Damazning 2 qatorligi. Keyin Damazning 1 qatorliklari ham bo'ladi. Mana bunday. Bu van deydi. Mana van. Bular arzon 190 mingdan chiqadi. Buni kombi hisoblanadi. Kombilarimiz 320 mingdan. Damaz 3 qatorlari 400 ming so'mdan chiqadi. Damaz ketdi. Endi Cobaltga o'taylik. Cobaltga mana bu. Bu ham 310 ming so'm chiqadi. Gentralar ham shunday. Gentralar ham narxini aytsangiz. Gentralar ham o'zi deyarli bir xil narxi. Bitta mana bu shartlanka bu original narsa.
Mana bundan ham. Bu Gentranki, ha? Yo'q, Cobalt aka. Cobalt, ha, Hammasi deyarli bir xil. Narx navosichi? Narxi kelsa, keyin mana xb shatlanka bu original. Mana bostiralar qilingan. Arqa tarafiga qarasanglar sitkadan qilingan, original narsa. Biriga o'xshab buni ham bog'latgan joylarga ip qo'yilgan. Xv shatlanka deydi. Arqa oldi polni materialli 600 ming chiqadi. Arqasi kojali 550 ming chiqadi. Kojasi arzonroq chiqqan. Tushlar birga bir tushadi. Aybi bo'lmaydi. Kiygan mijoz o'zi bilamiz. Sizga kiygan mijoz hali norozi bo'lib ketmagan, hamma minnatdor bo'lib ketgan. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Mana Yukor polklarimiz bor. Xitoydagi original mana biriga bir tushadi. Tushlar zo'r. Bularning narxi necha pulda? Buni originali, hurmatli obunachilar, manaki 220 ming. Bu vodiydagi emas, chetda Xitoy, vodiyga arzon chiqadi. Men narxini aytmayman. Original bo'l bizga mana ushlab qo'ysangiz qattiq tosh bo'ladi. Mana qalin bo'ladi. Taroziga qo'ysa bosadi ekan, og'ir. Keyin hurmatli obunachilar mana bunaqa bor. Damas'ga zashlik, motor zashlik. Gaz chiqqan qo'ymaydi. Motor shuni qaytaradi. Pastda motor pastda qo'yiladi-ya, sedin ham pastga qo'yiladi. Yaxshi narsa. Bu narsa gaz qizib ketmaydi, o'tirganda. Keyin gaz hidi chiqmaydi. Zashlik, motor zashlik deydi. Bunaqa narsalarimiz bor. Keyin mana bunaqa orqa yostiqchalarimiz bor. Yostiqchalar u bo'yinga qo'yiladi. Bo'yin. Yostiqchalarimiz bor mana bunaqa. Bularning donasi necha puldan bular? 10 ming so'mdan. 10 ming so'mdan ekan mana yostiqchalar qo'yib. Rezinkalar zamochkor qo'yilgan. Samolyotga ketsa ham bo'lar ekan buni qo'yib. Bemalol. Hamda narsalar bor, hurmatli 10 ming so'm ekan donasi. Normal. Hamda narsalar bor. Artbit kurpacha, qalin, ideal, o'tirayotgani ham bor, kampirligi ham bor. Keyin Damas polklarimiz bor, ustanobga qilib beramiz, nilonlarimiz bor. Xullas, bu yerda aytiladigan yangiliklar juda ko'p. Xullas, qaysi sizlarga qiziq bo'lgan bo'lsa, narxlarini qaysindir ayta oldik, qaysindir ayta olmadik. Hasanning o'zi nomerini pastda qoldiramiz. O'zlari nomerlarini to'g'ridan-to'g'ri o'zlari aloqaga chiqib, bemalol gaplashsanglar bo'ladi. Ham o'zlarining gruppa Telegram kanallari bor, Instagramlari bor. Ularga ham ularni qo'ysalar Nurustiya Alonur bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hasanjon oldiga ko'rishguncha sizlarni ham kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.